Milliy bank hamkorligida Samarqand viloyati Nurobod tumani Boshquduq mahallasi 24.75-sonli ko'rida amalga oshirilmoqda. Bu yerda piyoz ekilgan. Maydon hajmi 13 gektar, uzunligi 600 metr, bo'yiga 210 metr. Bu yerdagi ekinlar zamonaviy usullar bilan parvarishlanmoqda. Hozirda ekinlar unib chiqish holatida. Ekinlarni yetishtirish 4 oy davom etadi. Yetiştirish jarayonida sug'oriladi, tabiiy va mineral o'g'itlar bilan oziqlantiriladi. Ushbu loyihaga 26 ta dehqon xo'jaliklari biriktirilgan. Har bir dehqon uchun o'rtacha yarim gektardan yer maydoni to'g'ri keladi. Loyihani samarali amalga oshirish uchun Sherzod Tajiyev ishlab chiqarish kooperativi biriktirilgan. Ushbu loyihaga har bir gektardan 100 tonna, jami 1300 tonna hosil olish rejalashtirilgan. Mazkur ekin yig'ishtirib olingandan so'ng ikkinchi ekinga ham yuqori daromadli ekin turi ekish orqali yer egalarining daromadlari yanada oshirib boriladi.